Jahon banki Amudaryo va Sirdaryoni yaxshilash uchun $20 million ajratdi. Ajratilgan mablag'lar Orol dengizining qutqarish xalqaro jamg'armasi ijroiya qo'mitasi orqali Markaziy Osiyoning 4 davlati O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston ishtirokidagi Markaziy Osiyoda suvdan samarali foydalanish bo'yicha hamkorlik loyihasiga yo'naltirilishi belgilangan. Byudjet asosan suvni o'lchash tizimlarini raqamlashtirish, loyihalarni tayyorlash, mutaxassislar va tadqiqotlar hamda ma'muriy boshqaruv kabi yo'nalishlarga bo'lingan. Yuzaga qaraganda bu mintaqada og'irlashib borayotgan suv tanqisligi va Amudaryodagi suv sathining pasayishi muammosiga beg'araz yordamdek tuyuladi. Ammo masalaga chuqurroq nazar tashlansa, jarayonning boshqa bir manzarasi namoyon bo'ladi. Jahon banki va shunga o'xshash xalqaro moliya institutlari eng avvalo AQSh boshchiligidagi g'arb bloklarini strategik va geoiqtisodiy manfaatlarini ilgari suruvchi manfaatdor vositalar hisoblanadi. G'arbning deyarli yarmi $9,5 million suv o'lchash tizimlarini raqamlashtirish, serverlar o'rnatish va masofaviy ma'lumot uzatish uskunalariga ajratilgani shundan dalolat beradi. Bu mohiyatan Amudaryo va Sirdaryo havzasidagi suv resurslarining aniq hajmi, taqsimoti va gidroenergetika salohiyati haqidagi to'liq va real vaqtdagi yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirishni anglatadi. G'arb instituti tomonidan moliyalashtiriladigan va nazorat qilinadigan bunday axborot tizimlari mintaqadagi eng strategik resurs hisoblangan suv oqimlari ustidan axboriy hamda institutsional nazorat o'rnatishga xizmat qiladi. Shuningdek, loyiha mahalliy mutaxassislarni o'qitish va tadqiqotlarni yo'naltirish orqali Markaziy Osiyoning suv va iqlim sohasidagi bo'lajak ekspertlari hamda byurokratiyasini g'arb tizimi va qarashlariga moslashtirib tarbiyalashni ko'zda tutgan. Texnik iqtisodiy asoslash mexanizmi esa kelajakda quriladigan og'ir infratuzilmalar va sug'orish tizimlari bo'yicha qarorlarning aynan g'arb tomonidan belgilab berilgan me'yorlar va manfaatlar asosida qabul qilinishiga olib keladi. Qolaversa, Jahon bankining suv resurslarini boshqarishga faol kirib kelishi g'arbning bu hududdagi ta'sir dastaklarini mustahkamlash va mintaqaviy suv energetika balansidan boshqa geosiyosiy kuchlarni surib chiqarishga qaratilgan. Amudaryo suvini iste'molchilari soni ko'payib, O'zbekiston suv tanqisligi yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirayotgan bir sharoitda Jahon banki taklif etayotgan bu kabi yordam modellari mintaqa davlatlarini tashqi institutsional tizimlar va metodologiyaga bog'lab qo'yadi. Natijada hayot-mamot ahamiyatiga ega suv manbalari boshqarishda ichki va mintaqaviy mustaqillik cheklanishi mumkin.